Assalomu alaykum Hamroh Media kanali obunachilari, e'tiboringizga yangi videolar namoyish qilishda davom etamiz. Bugungi roligimiz orqali ilk turmushidan ajrashib, ikkinchi yoki uchinchi bora oila qurgan va u oilasi bilan baxtli bo'lgan Bollywood yulduzlari haqida hikoya qilamiz. Ayni mavzuda bir necha yil avval ham video tayyorlagan edik. Bugungi videoni esa o'sha rolikning ikkinchi qismi sifatida taqdim etmoqdamiz. Kishor Kumar Hindistonning eng mashhur qo'shiqchi, bastakor va aktyorlardan biri bo'lgan Kishor Kumar o'zining boy ijodiy merosi bilan Hind san'at olamining boyishida juda katta hissa qo'shdi. Asl ismi Abxaz Kumar Gangulay bo'lgan aktyor 1929-yilning 4-avgust kuni Hindistonda Bengal Brahman oilasida tavallud topdi. Uning otasi advokat, onasi esa boy oilaning qizi bo'lib, uy bekasi edi. Kishor iste'dodini kichik yoshda farq etgan ota-onasining yordami va qo'llab-quvvatlashi orqali san'at olamiga kirib keldi. Betakror bastalari, yoqimli ovozi, yuksak iste'dodi orqali shon-shuhrat qozondi va porloq yulduz bo'lib tanildi. 1951-yili Kishor o'zi singari qo'shiqchi bo'lgan Ruma Ghosh bilan oila qurdi. Oradan bir yil o'tib ularning Amit ismli o'g'li tavallud topdi. Ammo 1958-yilga kelib Kishor va Ruma ajrashish qarori oldilar va 7 yillik turmushlariga nuqta qo'ydilar. Ayriliqdan keyin shu yilning o'zida Kishor Kumarning aktrisa Madhubala bilan bo'lgan ishqiy munosabatlari har yerda shov-shuv bo'ldi. Bu vaqtda Madhubala ham sevgilisi aktyor Dilip Kumardan ayrilgan edi. Shu bois ham o'zi singari ayriliq azobi chekayotgan Kishor bilan til topishishi oson bo'ldi. Ularning ishqiy munosabatlari 2 yil davom etdi. Bu vaqtda Madhubala yuragidagi nuqson, xalq tilida yurak parogi xastaligidan azob chekayotgan edi. Shu bois ham davolanish uchun Londonga ketishni rejalashtirdi. Ammo 2 yosh avvalo oila qurishga qaror qildilar va 1960-yili nikohdan o'tdilar. Ularning turmushi 9 yil davom etdi va bu vaqtda Madhubala asosan xasta edi. Shuning uchun tinmay kasalxonada yotar va davolanish bilan ovora edi. Ammo butun muolajalarga qaramay 1969-yilning 23-fevral kuni aktrisa Madhubala xastalikka yengildi va 36 yoshida olamdan o'tdi. Ayolning vafotidan keyin 7 yil davomida yolg'iz yashagan Kishor va nihoyat 47 yoshida, ya'ni 1976-yilda 24 yoshli go'zal aktrisa Yogita Bali bilan oila qurdi. Bu turmush davomida Kishor ayoliga juda ham oshiq edi va baxtli yashay boshladilar. Ammo oradagi yosh farqi asta-sekin o'z ta'sirini ko'rsatdi va Yogita suratga olish jarayonlarining birida aktyor Mithun Chakrabarti bilan tanishib qoldi. U bilan hamkorlik davomida yosh aktrisa hamkasbiga telbalarcha oshiq bo'ldi. Shu bois ham Yogita Kishor bilan bo'lgan 2 yillik turmushini bitirish qarori oldi va 1978-yilda rasman ajrashdilar. Kishor garchi 3-omadsiz turmushidan keyin qayta uylanmaslikka qaror qilgan bo'lsa-da, 30 yoshli beva aktrisa Lina Chandvakar bilan tanishgach, bu qaroridan voz kechdi. 1980-yilda oila qurgan juftning bu turmushdan Sumit ismli bir o'g'li dunyoga keldi va baxtli, huzurli hayot kechirdilar. Ammo oradan 7 yil o'tib, 1987-yilning 13-sentyabr kuni Kishor Kumar 58 yoshida yurak xuruji sabab olamdan o'tdi. Uning to'ng'ich o'g'li Amit Kumar otasining izidan ketib bastakor, qo'shiqchi va aktyorlik borasida karyera qildi. Hozirda 72 yoshni qarshi olgan Amit Hindistonning eng mashhur musiqachilaridan biri sifatida nom qozondi. Vinod Mehra Bollywoodning yorqin yulduzlaridan biri, mahoratli aktyor va kelishgan yulduz Vinod Mehra 1945-yili Hindistonning Amritsar hududida asl panjoblik oilada tavallud topdi. U 10 yoshga kirgan paytda ilk bor rejissyor Sippining Jahongirning adolati filmida rol ijro etdi. Shundan keyin 13 va 15 yoshlarida yana 2 filmda kichik epizodik rollar o'ynagan Vinod ulg'aygach tabiiyki aktyor bo'lishni maqsad qildi. U bolaligidan beri biroz aktyorlik tajribasiga ega
bo'lgani uchun ham bu borada ijod qilish qiyin bo'lmadi. Kelishgan qaddi-qomati va kuchli aktyorlik mahorati sabab tez orada Bollivud yulduzlari qatoridan joy oldi. Vinodning onasi o'g'liga o'zi kelin topdi va uni Mina Broka ismli qiz bilan unashtirdi. Tez orada to'y kuni belgilandi va 1974-yilda Mina hamda Vinod turmush qurdilar. Yosh kelin-kuyov birgalikda huzurli hayot kechira boshladilar. Ammo bu vaqtda Vinodning ayoli va oilasidan saqlagan bir siri bor edi. Chunki Vinod oilali bo'lishiga qaramay hamkasbi aktrisa Bindiya Goshvani bilan ishqiy munosabatda edilar. Shunday kunlarning birida aktyor yurak xurujini boshdan kechirdi va uzoq muddat muolaja oldi. Bu kunlarda uning sevgilisi bilan bo'lgan munosabatlari oshkor bo'la boshladi. Chunki Bindiyaning Vinodni tez-tez ziyorat qilishi va bu ziyoratlardagi xatti-harakatlari ularning hamkasbdan farqli munosabat ichida ekanligini sezdirdi. Davolanib o'zini qo'lga olgan Vinod ayolining yalinib yolvorishi, Minaning oilasining tahdidlariga qaramay sevgilisi Bindiya bilan qochib ketdi. Uning xiyonatidan qattiq dili og'rigan Minaning esa 4 yillik turmush o'rtog'idan ajrashish uchun mahkamaga murojaat qilishdan boshqa chorasi qolmadi. Ularning nikohi bekor qilingach, Vinod va Bindiya rasman turmush qurdilar. Ammo bu vaqtda Vinodning karyerasi ancha tushib borayotgan edi. Shu bois ham Bindiya Vinod bilan 4 yil yashagach, uni tark etib, rejissyor va yozuvchi Jyoti Prakash Datta bilan oila qurdi. Omadsiz turmushlar va ayolning xiyonatidan keyin Vinod Mehra aktrisa Rekhaga ko'ngil qo'ydi. Ularning ishqiy munosabati ibodatxonada yashirincha nikohdan o'tgani va bu nikohni tan olmagan Vinodning onasi tomonidan ularning oilasi qurilmay turib buzilgani esa barchaga ma'lum. Oila va muhabbat borasida omadsiz bo'lgan bu kelishgan yulduz ko'p o'tmay Keniyada istiqomat qilayotgan hindistonlik tadbirkorning qizi Kiron bilan tanishtirildi. 1988-yilda oila qurdilar va Hindistonda yashay boshladilar. Oradan 1 yil o'tib qizlari Sonia dunyoga keldi va qizaloq 1 yoshga kirgan vaqtda Kiron ikkinchi farzandiga homilador bo'ldi va nihoyat sadoqatli ayol va bir-biridan shirin farzandlarning sohibi bo'lgan Vinod baxtdan sarmast yashay boshladi. Ammo 1990-yilda taqdir bu oilaga og'ir zarba urdi va Vinod ikkinchi marta yurak xurujini boshdan kechirdi. Ammo bu safargi xuruj juda og'ir edi va barcha sa'y-harakatlar hamda muolajalarga qaramay aktyor 45 yoshida olamdan o'tdi. Uning vafotidan keyin o'g'li Rohan dunyoga keldi va Kiron farzandlarini olib o'z oilasining yoniga Keniya davlatiga ko'chib ketdi. Oradan yillar o'tib Vinodning ulg'aygan farzandlari Hindistonga qaytib keldi va otasi singari kino yulduz bo'lish uchun Bollivudda ijod qilmoqdalar. Vinod Khanna Hindistonda nafaqat aktyor va prodyuser, shu bilan birga siyosatchi sifatida ham yaxshi tanish edi. 70-80-yillarning super yulduzi bo'lgan Vinod 1946-yilning 6-sentyabr kuni Panjob hindu oilasida tavallud topdi. Otasining tadbirkorligi tufayli to'kin sochin hayot kechirgan Vinod eng nufuzli muassasalarda ta'lim olishga muvaffaq bo'ldi. Bolaligidan beri filmlar tomosha qilishni juda ham sevar, o'zi ham bir kun kelib aktyor bo'lishni orzu qilardi. Nihoyat 1968-yilda Sunil Dutt bu yosh yigitchani kashf etdi va yangi filmiga yordamchi aktyor sifatida taklif qildi. Shundan keyin u birin-ketin farqli kartinalarda turfa xil rollar ijro etdi. Tez orada o'zining kuchli ijro mahorati va yaratgan haqqoniy obrazlar orqali super yulduz darajasiga erishdi. Vinod Khanna universitetda ta'lim olayotgan vaqtda bu oliygohning talabalaridan biri bo'lgan go'zal qiz Gitanjali Talayar bilan tanishdi. Dastlab do'stona boshlagan munosabatlari 2 yosh bir-birini yaxshi taniy boshlagach, muhabbatga aylandi. 1971-yilda telbalar kabi oshiq bo'lgan sevgilisi bilan turmush qurgan Vinod karyerasini ham tobora boyitib bordi. Gitanjali va Vinodning baxtli turmushi 14 yil davom etdi. Bu vaqtda ularning Rahul va Akshay ismli 2 o'g'illari dunyoga keldi. Ammo 1985-yilda ajrashish qarori oldilar va hayotlarini ham, yo'llarini ham ayirdilar. Oradan bir necha yil o'tgach Vinod sanoatchi tadbirkor Sharayi Daftarining qizi Kavita Daftari bilan tanishdi. Bir ko'rishda qizga oshiq bo'lib qolgan Vinod Kavitaning ko'ngliga yo'l topish uchun ko'p harakat qildi. Qiz u bilan oila qurishga rozi bo'lguniga qadar Vinod Khanna bir necha sinovdan o'tdi va nihoyat 1990-yili oshiqlar oila qurdilar va ularning Sakshi ismli bir o'g'li va Shradha ismli qizlari dunyoga keldi. Vinod Khanna ayoli va farzandlari bilan birga
baxtli hayot yashadi. 2017-yilning 27-aprel kuni aktyor Vinod Khanna uzoq vaqt davom etgan xastalik sabab olamdan o'tdi. Uning ilk turmushdan tug'ilgan farzandlari Rahul va Akshay ulg'aygach, otasi kabi aktyor bo'lib tanildilar. Kabir Bedi nafaqat Hindiston, shu bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlari va Italiyada ham sanoqsiz muxlislarga ega bo'lgan aktyor Kabir Bedi karyerasi davomida ko'plab boy va betakror obrazlar yaratdi. 1946-yilning 16-yanvar kuni Hindistonning Lahor shahrida dunyoga kelgan Kabir institutni tamomlagach, teatrda aktyor sifatida faoliyat boshladi. Oradan o'tgan yillar davomida mahorati tobora charxlanib borgan Kabir rejissyor va prodyuserlarning ham diqqatini o'ziga jalb qildi. Asta-sekin kino olamiga kirib kelgan aktyor tez orada filmlarning voz kechilmas aktyori bo'lib ulgurdi. Uning Bollivudda boshlagan karyerasi keyinchalik Gollivud va Yevropada ham davom etdi. Shu bois ham Kabir Bedi Hindistonning ilk xalqaro aktyorlaridan biri unvonini oldi. Aktyor Kabir Bedi go'zal raqqosa va model Pratima Gauri bilan tanishib, bir-biriga ko'ngil qo'ydilar. Oshiqlar bir necha oy uchrashib yurgach, oila qurishga qaror qildilar va 1969-yilda nikohdan o'tdilar. Ularning bu turmushi davomida bir qiz va bir o'g'il farzandlari tug'ildi. 5 yildan so'ng er-xotinning orasi buzila boshladi va Kabir hamkasbi aktrisa Parvin Babi bilan ishqiy munosabat boshladi. Shu bois ham Pratima bilan bo'lgan oilasi ajrashish bilan yakun topdi. Ammo shunga qaramay Kabir va Parvin oila qurmadilar. Chunki Kabir amerikalik modelyer va model Suzan Humphreysga ko'ngil qo'ygan edi. Shu bois ham 1980-yilda oshiqlar turmush qurdilar va oradan bir yil o'tib o'g'illari Adam tug'ildi. Ammo ularning bu baxtli hayot ham 10 yil so'ngra yakun topdi. Kabir keyinchalik radio televideniyada boshlovchi Nikela Mulgaker bilan nikohdan o'tdi va 12 yil birga yashaganidan keyin ajrashdilar. 2016-yilda 70 yoshni qarshi olgan Kabir Bedi 41 yoshli ingliz go'zali Parvin Dusanj bilan oila qurdi. Ularning baxtli va huzurli turmushlari bugungi kunga qadar davom etmoqda. Kabir Bedi hozirda ham aktyorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelmoqda. Aktyorning ilk turmushidan dunyoga kelgan qizi Pooja Bedi aktrisa va jurnalist bo'lib yetishdi. O'g'li Sidharth esa universitetda tahsil olayotgan vaqtda shizofreniya tashxisi qo'yildi va 1997-yilda 27 yoshida o'z joniga qasd qilib olamdan o'tdi. Kabirning Suzan Humphreys bilan bo'lgan ikkinchi turmushdan tug'ilgan o'g'li Adam Bedi ham aktyorlik sohasida faoliyat yuritmoqda. Rakhi Gulzar Hind va Bengal filmlarining voz kechilmas sevimli aktrisasi Rakhi Gulzar Bollivud tarixining eng yorqin yulduzlaridan biridir. Aktrisa 50 yillik ijodiy faoliyati davomida 100 dan ortiq kartinada turfa xil obrazlar yaratdi. O'zbek tomoshabinlari ham aktrisani filmlarda yaratgan ona obrazlari bilan juda ham yaxshi taniydilar. Asl ismi Rakhi Majumdar bo'lgan aktrisa Rakhi Gulzar 1947-yilning 15-avgust kuni Hindiston G'arbiy Bengal hududida mahalliy kichik tadbirkor oilasida dunyoga keldi va bu yerda ulg'ayib ta'lim oldi. Rakhi 20 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan vaqtda 2 Bengal va 1 Assam filmida suratga tushdi. 1970-yilda Dharmendra bilan birga bosh rolni ijro etgan Umrim so'ngiga qadar kartinasi orqali Bollivudda ilk bor chiqish qildi. Uning iqtidori va ijro mahorati tanqidchilarning olqishiga sazovor bo'ldi. Go'zalligi va mohirona raqslari esa tez orada yuz minglarcha muxlislar orttirishiga sabab bo'ldi. Aktrisa bugunga qadar bo'lgan ijodiy karyerasi davomida sermazmun ijod qildi va turli mukofotlar hamda unvonlarga loyiq topildi. Rakhi Gulzar 16 yoshida ota-onasining qistovi bilan bengalli jurnalist va kinorejissyor Ajay Biswas bilan oila qurdi. Ammo ularning bu turmushi faqatgina 2 yil davom etdi va er-xotin rasman ajrashdilar. Keyinchalik aktrisalik faoliyatini boshlagach, 26 yoshida Hind-urdu shoiri, yozuvchi, ssenarist va kinorejissyor Sampuran Singh Kalra bilan oila qurdi. Sampuran Singh Gulzar taxallusi bilan ijod qilar va bu nom bilan tanilgan edi. Rakhi u kunga qadar filmlarda faqatgina Rakhi ismini qo'llanardi. Ammo Gulzar bilan oila qurgach, u ham ismini Rakhi Gulzar deb o'zgartirdi. Rakhi va Gulzarning oilasi Megna ismli qizlarining tavalludi bilan yanada boyidi. Ammo qizaloq 1 yoshga to'lgan vaqtda Rakhi va umr yo'ldoshi bu turmushlarga nuqta qo'ydilar. Aktrisa ikkinchi omadsiz turmushi yakun topgach, qayta
oila qurmadi va o'zini farzandining tarbiyasi hamda karyerasiga atadi. Hozirgi kunda 78 yoshni qarshi olgan aktrisa bugun ham faol ijod qilib kelmoqda. Uning qizi Megna ulg'aygach New York universitetining kinoteatr bo'limida tahsil oldi va Bollivudda 8 filmda suratga tushdi. Shu bilan birga yozuvchi va rejissyor hamdir. Hozirda 52 yoshni qarshi olgan Megna oilali va bir farzandning onasidir. Om Puri. Super yulduz Om Puri nafaqat Hind, shu bilan birga Urdu, Malayaman, Bengal, Kannad, Ingliz, Panjob, Gujarat, Telugu va Marathi filmlarda ham sanoqsiz obrazlar yaratgan. Bundan tashqari xalqaro kino asarlarida ham suratga tushgan usta aktyor edi. U dunyoning eng yaxshi aktyorlari ro'yxatidan joy olgan. Om Puri 1950-yilning 18-oktyabr kuni Hindistonning Haryana shahrida dunyoga keldi. Uning otasi Tekchand Power Hind armiyasi va temir yo'l shirkatida oddiy ishchi edi. Shunga qaramay juda kam maosh olar va oila zo'r-bazo'r hayot kechirardi. 16 yoshga kirgan vaqtda uning otasi temir yo'l shirkati tomonidan sement o'g'irlashda ayblandi va qamoqqa olindi. Bu esa oilaning uysiz qolishiga va parishon bo'lishiga olib keldi. Noiloj qolgan mahalladagi choy do'konida ishlay boshladi. Shu bilan birga temir yo'llardan ko'mir to'plab sotar edi. Uning ukasi Vet Prakash esa hammollik qildi. Shu tariqa ikki norasida go'dak o'zlari va onasining qornini to'ydirishga harakat qildilar. Shunga qaramay bor diqqat e'tiborini ta'lim olishga qaratdi va maktabni bitirgach Dehlidagi Milliy drama maktabida tahsil oldi. Kino olamiga kirib kelgandan so'ng nafaqat Hindistondagi, balki Buyuk Britaniya va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ko'plab filmlarda ham yorqin obrazlar yaratdi. Ayniqsa uning salbiy rollardagi tabiiyligi va kuchli mahorati rejissyorlar uchun bebaho ne'mat edi. Om Puri 1991-yili aktyor Annu Kapurning singlisi, rejissyor va yozuvchi Sima Kapur bilan turmush qurdi. Ammo to'ydan bor yo'g'i 8 oy o'tgach juft ajrashish qarori oldilar. 1993-yilda Om Puri jurnalist Nandita Puri bilan oila qurdi va oradan 4 yil o'tib ularning o'g'li Ishan dunyoga keldi. 2009-yilda Nandita kutilmagan qahramon Om Purining hikoyasi nomli Om Purining hayoti haqida hikoya qiluvchi kitobni nashr ettirdi. Ammo bu kitob chop etilgach, o'zining avvalgi ishqiy munosabatlari haqida ochiq-oydin yozilganidan ranjida bo'ldi. Bu esa er-xotin orasiga sovuqlik tushishiga olib keldi. Oxir-oqibat 2013-yili 20 yillik turmushlari yakun topdi. Om Puri 2017-yilning 6-yanvar kuni yurak xuruji tufayli olamdan o'tdi. Zinat Aman 70-80-yillarda Bollivudning eng qimmat, eng jozibali va voz kechilmas aktrisasi bo'lgan Zinat Aman shu bilan birga model, Hindiston go'zali hamda Tinch okean Osiyosi go'zali sifatida ham shuhrat qozongandi. Uning ijrosidagi filmlar har doim xitga aylanar, kinoteatrlar tomoshabinlar va Zinatning muxlislari bilan to'lib toshar edi. O'zbek tomoshabinlari uni Samrat, Muhabbat, Sevgi afsonasi, Ali Bobo va Qirqaroqchi kabi filmlardagi rollar orqali yaxshi tanidilar. 1951-yilning 19-noyabr kuni dunyoga kelgan Zinat Amonullohxon keyinchalik ijodiy hayoti davomida Zinat Amon nomi bilan tanildi. U 2 yoshiga ham kirmagan vaqtda ota-onasi ajrashdi va qizaloq onasi bilan yashay boshladi. Zinat 13 yoshga kirgan vaqtda esa otasining vafot xabarini oldi. U maktabda a'lochi o'quvchi edi. Shu bilan birga juda ham go'zal qiz bo'lib yetishdi. Go'zallik tanlovlarida g'olib bo'lgach, model va aktrisa sifatida faoliyat boshladi. Aktrisa 1978-yilda oilali va 4 farzandning otasi bo'lgan hamkasbi Sanjay Xon bilan ishqiy munosabat boshladi. Albatta bunga Sanjayning ayoli bilan orasining ochiq ekanligi, yaqinda ajrashishni rejalashtirayotgani va xotinidan batamom sovigani haqidagi yolg'onlari sabab bo'lgan edi. Shu bois ham Zinat Sanjay zotan ajrashish arafasida va uning oilasini men buzayotganim yo'q degan tushuncha bilan bu aktyorga ko'ngil qo'ydi. Tez orada ular nikohdan o'tdilar. Bu vaqtda Sanjay ayoli Zarina bilan qonuniy ajrashmagani uchun ular faqatgina diniy nikoh bilan kifoyalandilar. Ammo Sanjayning Zarinadan ham, farzandlaridan ham voz kechish niyati yo'q edi. U Zinatga shunchaki ikkinchi ayol ko'zi bilan qarardi. Ammo oradan 1 yil ham o'tmay Zarina ularning munosabatidan xabar topdi va Sanjay Zinatdan voz kechdi. Oilasi davrasiga qaytishdan oldin Zinatni juda qattiq kaltakladi va o'ng ko'zining jiddiy qoluvchi jarohat olishiga sabab bo'ldi. Sanjay bilan bo'lgan
bo'lgan munosabatlari juda ham g'ururini sindirgan Zinat garchi tushkunlikka tushib qolgan bo'lsa-da, tez orada o'zini o'nglab oldi va yana ijodga sho'ng'ib ketdi. Shunday kunlarning birida aktyor Mazharxon Zinatga telbalarcha oshiq bo'lib qoldi. U qizni har yerda ta'qib etar, tinmasdan sevgi izhor qilar va ko'nglini olish uchun o'zini har ko'yga solar edi. Ammo bu vaqtda Mazhar yulduz aktyor Dilip Kumarning jiyani Rubayna bilan oilali va hatto bir farzandning otasi ham edi. Ammo muhabbatdan ko'zi ko'r bo'lib qolgan Mazhar ayol bilan ajrashdi va nihoyat Zinatning muhabbatini qozondi. Ular 1985-yilda oila qurdilar va 2 o'g'il farzandning ota-onasi bo'ldilar. Ammo bu safar ham Zinatning yuzi kulmadi, chunki Mazhar ayolning soyasida qolib ketgandi. Zinatga tinmay film, intervyu, ijodiy uchrashuv takliflari kelar. Er-xotin birga biror tadbirga borsalar, Zinat birinchi planda bo'lar. Muxlislar u bilan rasmga tushar, undan imzo so'rar. Mazharni esa hech kim payqamasdi ham. Bora-bora ayolning shuhratini qizg'ona boshlagan Mazhar uni kinodan ketishga majburlay boshladi. Zinat esa uning bu qiliqlariga farzandlari uchun chidab keldi. Hatto keyinchalik Zinat bu haqida o'z intervyusida Mazhar mening tobora yuksalib borishimni qabul qila olmadi. Uyda farzandlar bilan o'tirishimni talab qildi. Turmushimizning birinchi yilidayoq katta xato qilganimni anglab yetdim. Ammo bunga chidashga va o'zgartirishga qaror qildim. Bu yo'lda 12 yil sabr qildim va nihoyat sabrim tugadi degan edi. 12 yillik baxtsiz turmushdan keyin Zinat Mazharga ajrashish da'vosi ochdi. Ammo sud boshlanmay turib Mazhar buyrak yetishmovchiligi sabab olamdan o'tdi. Zinat karyerasini to'xtatmadi va bugunga qadar 100 ga yaqin kartinada betakror obrazlar yaratdi. Uning o'g'illari Zahan va Azan hozirda musiqa bilan shug'ullanib, yuqori cho'qqilarni egallab kelmoqda. Kamal Hasan Hind va Tamil kinofilmlarining sevimli yulduzi, aktyor, rejissyor, prodyuser, ssenarist, xoreograf, qo'shiqchi, shoir, teleboshlovchi va siyosatchi Kamal Hasan ham shaxsiy hayotida omadsizliklar yashadi. Asl ismi Parthasarathy Srinavasan bo'lgan aktyorning otasi bolakay biroz ulg'aygach o'g'lining ismini Kamal Hasan deb o'zgartirdi va keyinchalik u bu nom bilan shuhrat qozondi. Kamal 1954-yilning 7-noyabr kuni Hindistonning Madras shahrida Iyengar Brahman oilasida dunyoga keldi. Uning otasi advokat, onasi esa uy bekasi edi. Kamal 10 yoshga kirguniga qadar 5 filmda bolakay rollarini ijro etdi. Shu bois ham ulg'aygach o'zini aktyorlikda sinab ko'rishga qaror qildi. Hatto uning aktyor bo'lishini o'zidan ham ko'proq otasi xohlar edi. Shuning uchun ham uning bu boradagi barcha sa'y-harakati oilasi tomonidan dastaklandi. Nihoyat kino sanoatiga kirib kelgan Kamal hind va tamil tilidagi kartinalarda ko'plab rollar ijro etdi. Shu bilan birga rejissyor va prodyuser sifatida o'zining filmlarini ham suratga oldi. Qo'shiqlar kuyladi, televideniyada boshlovchilik qildi. Xullas, ko'p qirrali iste'dodidan san'atning bir necha turida foydalandi. Kamal Hasan 1978-yili 24 yoshida 3 yillik sevgilisi, raqqosa va aktrisa Vanya Ganapati bilan turmush qurdi. Ular dastlab suratga olish maydonchasida ayni filmda rol ijro etar ekan tanishib do'st bo'lgan edilar. To'ydan keyin Vanya erining ko'plab filmlarda liboslar bo'yicha dizayner bo'lib ishladi. Ammo ularning turmushi oradan 10 yil o'tgach ajrashish bilan yakun topdi. Ammo ular qonuniy ajrashishdan avval Kamal aktrisa Sarika bilan ishqiy munosabatda edi va hatto birga yashay boshlagan edilar. Ularning qizi Shruti 1986-yilda tug'ilgan vaqtda Kamal Vanya bilan hanuz qonuniy ajrashmagan edi. Ularning da'vosi 1988-yilda nihoyasiga yetdi va qizlari Shruti 2 yoshga kirgan vaqtda Sarika va Kamal qonuniy oila qurdilar. 1991-yilda esa ikkinchi qizlari Akshara tavallud topdi. Ammo ularning bu huzurli hayoti uzoq davom etmadi va 2004-yilda Kamal va Sarika ajrashdilar. Kamal Hasan 2005-yilda hamkasbi aktrisa Gautami bilan ishqiy munosabat boshladi. Garchi oshiqlar birga yashasalar-da hech qachon oila qurmadilar. Ularning munosabati 2016-yilgacha davom etdi. Kamal Hasan oxirgi marta 2004-yilda filmda rol o'ynadi. Ammo bugunga qadar rejissyor va prodyuser sifatida samarali ijod qilib kelmoqda. Ota-onasining izidan ketgan Shruti Hasan va Akshara Hasan hozirda Hindistonda aktrisalik bilan shug'ullanmoqdalar. Azizlar, yana bir videoning oxiriga yetib keldik. Agar rolik sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni, o'z fikringizni yozib qoldirishni va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.